Kirishimiz bilan bizni Grisha kutib oldi. Grisha. Juda yirik tur ekan bu. Atmosfera zo'r. Bu yerda aralarga, bu yoqda mayda qushlarga, orqalarda ham pitondek. Bu yoqlarda ham mana hamma joyda qush. Ishdan kirishingizga mana shunaqa sharoit mana. Grisha. Привет, Grisha. Bu yerda aralarga kelishkasi juda ham katta, bu zamon baqiryapti. Hozir ichkariga kirib ko'rsataman. Ortiqcha bezovta qilmaymiz. Bu baqirsa bu yerda turib bo'lmaydi. Mana arab qushlarimiz gnezoga kirib olishdi. Biz bu yoqda qoldik. Sharoitlari вообще zo'r. Xohlasa ichkarida, xohlasa tashqarida quyosh nuri ham tushadi. Juda chiroyli sharoit qilishgan, maşallah. Ko'paysin, barakasini bersin. Daraxtlar tagida qishin yozin bir yerda turaveradi. Sistemasi ham bor mana. Sharoit zo'r. Yashab berishsa bo'ldi bu yerda. Faqat qushlar uchun sharoit qilingan. Yashab berishsa bo'ldi. Qoshdek bu. Bu yoqda ham valerlar. Aleksandrlar ekan bu yerda asosan. Aleksandrlar ham sotiladi. Yirik chiroyli qushlar ekan. Optimga arzonroq, ha? Optimga foydalanishga arzonroq qilib berishar ekan. Assortiment ko'p. Ko'rib tanlab olsangiz bo'laveradi. Mana yirik chiroyli podviglar ekan. Narlarni ko'rsatay. Videoda ko'rib turganingizdek, bu yerda 100 juftcha Aleksandr qushlari bor, hammasi o'zrosli. Kimda kim foydalanmoqchi bo'lsa, olib sotmoqchi bo'lsa, murojaat qilsalar, kelishtirib arzon narxda qilishar ekan. Bundan tashqari mana perxuriylar, har xil ranglari bor, bular ham o'zrosli qushlar. Kimdir ko'proq olmoqchi bo'lsa yoki olib foydalanmoqchi bo'lsa, yoki o'zi boqqani ko'proq miqdorda olmoqchi bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Bir jup, ikki jup ham sotilaveradi. Optimga kelishtirilgan arzonroq narxda qidiriladi. Perxuriylar ham juda chiroyli ekan. Asosan malina perxuriy, ananasiy perxuriy, yana har xil turlari, ranglari bor, silverlar bor. Biz yaxshi ko'radigan aratinka qushlardan ham bor ekan, 20 jup, 30 jup. Ulardan ham kelib ko'rib tanlab olaverasizlar. Denkalari bor, muammosi yo'q qushlar. Usloy normalda qilib berishadi. Boqib foydalanib bolasini olasizlar. Ko'rib turganlaringizda qushlarning ranglari tiniq, yosh, malodoy qushlar emas, hammasi o'zrosli katta qushlar, sog'lom. O'zi karantindan chiqib bo'lgan bu qushlar. Holat karantin qilib o'tirmaysiz, O'zbekistonga kirganiga ancha bo'lgan. O'zimiz sharoitga, o'zimiz oziq-ovqatlarga 100% moslashib bo'lingan qushlar. Olasiz, chiroyli sharoit qilib berasiz hamda daromga kirasiz. Ekraningizdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasiz. Videoda davomi bor.